Bugungi mavzu erkaklar to'g'risida. Erkaklar 90% erkakni prostata muammosi bilan qiynalib kelishyapti, aziyat chekishyapti. O'zimizda antibiotik, gormonlar olishdan aziyat chekyapsizmi, qiynalyapsizmi? Tez-tez kechqurun peshobga chiqib bezovta bo'lyapsizmi? Biz sizga tekin maslahat beramiz. O'y sharoitda nima qilsam bo'larkin deb qiynalyapsizmi? Sizga oddiygina asaldan tayyorlangan dorilarimizdan tavsiya qilamiz. Qolaversa, o'y sharoitda toza asaldan olasiz, ozginagina zanjabil sumbuldan solasiz. Oddiygina biz o'zimizni atsonlardan so'rasangiz, kuchara degan giyoh bor. Shundan maydalab turib, talqon qilib turib, aralashtirib, bir kun 3 mahal 1 choy qoshiqdan iching. Qarab turibsizki, jigar prostatadan muammosidan qutulasiz. Yana qolaversa, qolmishiga oddiygina o'zimizni qora qo'chqori dumbasdan tayyorlangan kishnokka eritib turib, kechqurun bir kunda 1 mahal qo'ng'ilaringizga chiroyli surtab massaj qilib qo'ying. Qarab turibsizki, yangi uylangan kuyovdan qirchillamay yigit bo'lasizda, qarab turibsizki, ayolingiz sizni boshqatdan yaxshi ko'rib qoladi. Shu videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta yurashchani bosasizda, podpiskani bosib qo'ying, shunday tiraklaringizni qoldirib qo'ying.